aka to'y-po'ylarga chiqib turibsizmi? Yo'q, ancha yil bo'ldi. Yo'q, to'ylarga bormayapman. O'sha bir 7-8 yil bo'lib ketdimikan. Tirikchilik nima bo'lyapti? Tirikchilik. To'g'risini aytaymi? Ha. Hamma serios? Ya, hamma narsani sallaga yetishim kerak-a, to'g'ri. Endi biz kimdan eshitamiz, boshqa sizdan eshitmasak aka? Birovga aytmagin, uskiy quruq bo'lyapti-ku. Uskiy quruq? Ha, choyxona, gap-gashta, Tug'ilgan kunlar. Tug'ilgan kunlar. To'ylar hammasi ko'rpacha bo'lib ketdi-ku. Zo'r-ku. Faqat ayollar bo'lib ketdi-ku. Zo'r-ku. Olib boraymi uskiy quruq? Olib boring aka, mana ham olib boring. Bo'ldi. 3 etajlik. Ha. Ya'ni 3 bola xonador qilib so'kadiganini olib kelinglar debdi. Ha. Ammo ikki og'iz gap gapirsin. 3 bola xonador bo'lsin, 3 etaj bo'lsin. Uni olib kelishibdi, buni olib kelishibdi. Ha, bir xonador so'karmish, zo'ri 2 bola xonador qilib so'karmish. 3 taga yetkiza olmasmishda. Ol kallasini. Ol kallasini. Og'ir shohim hech kim qolmadi. Kim borsa bitta tog'da apandi qoldi. Apandini olib kelinglar. Apandini olib kelib. Oğlanı ko'ryapsanmi kelar? Seni ham ahvoling shu bo'ladi. Ha. 2 og'iz gap bilan 3 bola xonador qilib so'kmasang, ahvoling shu. So'k. Bo'ldi, shu yerda stop qilgan. Iltimos, u yog'ini o'rtoqlar uskiy quruqda gapiradi. Xudo xolasa, chaqirsanglar davralarga payz kirgizadi Iskandar hamroh bo'lib. Telefon raqamlarini qoldiraman aziz do'stlar. Uskiy quruqqa zo'rlari bor.